Aziz yurtdoshlar, biz Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini yana davom ettiramiz va albatta bizda kayfiyat yuqori darajada lavhani birgalikda tomosha qildik. Ana endi yana oldinda suhbatlarimiz va dasturni yakunlashga tayyorgarlik ham ko'rishimiz kerak. Albatta, shularni ham inobatga olgan holatda Dildoraxonga yana savollar bilan murojaat qilamiz. Va aynan boshlovchilarning ham bu ko'rinishda turishi aynan bejizga emas, chunki dasturning so'ngidagi tarona aynan raqsomiz tarona. Bizning muxlislarimiz albatta muxlislarimiz yaxshi bilishadi, biz yaxshi raqsga tushamiz va aynan shu o'rinda Dildora, aynan qaysi ustoz xonandalarni yana qo'shiqlarini ijro etishga qiziqasiz? Hozirgi milliy estrada janridagi qo'shiqlarga, ustozlarning qo'shiqlari. Milliy estrada yo'nalishi bo'yicha Feruza Jumaniyazovani san'atlarini ham qiziqaman. Shularni qo'shiqlaridan ham ijro qilib turaman. Qolaversa, klassika bo'yicha klassik qo'shiqlar bo'yicha ham ular ham qiziqishlarim kuchli. Juda yaxshi. Demak, repertuarda klassik ijrolar ham bor. Albatta. Salomat. Buning doim har qanday davraga baribir tayyor bo'lish kerak-ku, xonanda, sozanda baribir. Biz yana yuqorida aynan san'at sohasidagi, musiqa nazariyasi sohasidagi ilmiy risolasi haqida, ilmiy kitoblari haqida Alisher aka bilan suhbatimizni boshlab qo'ygandik. Aynan bugungi kunda ham yana ilmiy ishingiz davom etyapti, adashmasam. Qaysi mavzuda? Men hozir Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida ta'lim, tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishida ilmiy ish qilyapman. Mavzuyim bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi. Mana shu ilmiy ishim bo'yicha ish olib boryapman. Hozirgi kunda jarayonlar qizg'in. Juda ham. Bu nazarimda bu o'zingizni aynan musiqa ta'limi yo'nalishida bosib o'tgan pedagogik faoliyatingizdan kelib chiqqan holda tanlangan mavzu bo'lsa kerak-da. Albatta. Chunki uzoq yillik ish tajribangiz bor. Albatta. Va bu borada oqni qoradan ajratadigan ma'lum bir fikrlarni, maslahatlarni beradigan yoshdasiz. Va aynan bu ilmiy ishingizni ilmiy rahbaringiz kim? Ilmiy rahbarim O'zbekiston Davlat Nordik universiteti professori Panjib Qurboniyaz Berdiyevich bo'ladilar. Endi xudo xolasa bir 90% ga chiqib qoldik. Xudo xolasa yaqinda shu ilmiy ishimizni himoya qilish arafasidamiz. Bu juda va albatta bu jarayonlar ham amalga oshsin. Tilakdoshimiz. Ilmiy unvonlar bilan qutlab yana studiyada ko'rish istagimiz bor. Albatta. Endi mana shu ilmiy ishga qo'l urgandan keyin hech o'ylab ko'rdingiz, birinchi bor mana qadam qo'yganingizda o'zi nimaga qo'l uryapman men, shartmidi menga shu degan fikr, xayol o'tmadimi hech? Ortga qaytish degan narsa. Yo'q. Unday fikr bo'lmadi. Bo'lmadi. Yo'q, chunki oliy ta'limda shunaqa ish qilishimizga, ilmiy ish qilmasa bo'lmaydi ham. Endi shu paytga kelib qoldik-da endi. Endi orqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha qilgan ishlarni qaysidir samarasida bu ishlar to'g'rimi aka? Endi uzoq yillik faoliyat bilan bog'laydigan bo'lsak, haqiqatan ham mana shu qilingan ishlarning samarasi va qaysidir ma'noda sarhisobi. Albatta. Men uzoq yillar davomida mana shunday ishlarni amalga oshirdim va kelajak avlodga nimadir qoldirishim kerak. Albatta. Oliy maqsad. Oliy maqsad. Oliy maqsad shu demak. Bu juda yaxshi. Dildoraxon, sizni ham ijodingizga ulkan omadlar, muvaffaqiyatlar, zafarlar tilab qolamiz va dastur so'ngida sizning ijrongizdagi chiroyli raqsomiz qo'shiq bilan bugungi dasturimizni o'z yakuniga yetkazamiz. To'g'rimi, xo'jayinimiz? Ana endi biz xayrlashib olsak bo'ladi nazarimda. Bizni tomosha qilayotgan qadrli Oynai jahon muxlislari, bizdan ayamagan mehringiz, daqiqalaringiz uchun sizlarga alohida minnatdorchiligimizni aytamiz. Har doim yaxshiliklarga va yaxshilarga hamroh bo'ling. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz birmiz, hamisha birgamiz. Qadrli Oynai jahon muxlislari, aziz yurtdoshlar, erta tongda uyg'onib bizni tomosha qilishga chog'langan qadrdonlar, biz doimo sizlar uchun mehnat qilamiz, ijod qilamiz va albatta qaysidir ma'noda sizni bo'sh daqiqalaringizni, oila davrasida o'tadigan damlaringizga biz ham xayrixoh kayfiyatda xonadoningizga teleekranlar orqali kirib boramiz, to'g'rimi? Albatta, aynan mana shunday yuqori kayfiyatda kirib borib, sizga dilxush lahzalarni taqdim eta olgan bo'lsak, studiyadagi ijodkorlar, nafaqat ikkita boshlovchi, kadr ortidagi butun boshli ijodiy jamoa, o'nlagan ijodiy jamoa vakillari biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadimizga yetgan hisoblanamiz. Doimo bizni tomosha qilishdan charchamanglar deymiz, biz esa sizlarga ijod qilishni, sizlar uchun ijod qilish uchun charchamaymiz.
Albatta. Demak, xayr deymiz, ko'rishguncha deymiz. Sog' salomat bo'linglar va sozandalarga Nidoraxon sizga tashrif uchun alohida rahmat va sizning ijrongizdagi go'zal qo'shiq bilan dasturimizni o'z yakuniga yetkazamiz. Munisbek, boshlang. Marhamat. Belent çiçeklerde danıştım. Belent çiçeklerde danıştım. Hiç kim bilmesin de buğrun barıştım. Hiç kim bilmesin de buğrun barıştım. Evelerin içinde gazel alıştım. Evelerin içinde gazel alıştım. Oyna bike oynaganın kaladı. Oyunu kuyun oynaganın kaladı. Aklım kaçtı sizni görgende, aklım kaçtı sizni görgende. Medarım kalmadı bu şiirin tende, medarım kalmadı bu şiirin tende. Bu oyuna kul buluş başına bende, bu oyuna kul buluş başına bende. Oyna bike oynaganın kaladı, oyunu kuyun oynaganın kaladı. Yupka güne giyip tutman şamala, yupka güne giyip tutman şamala.